buni bunaqa ish yo'q turib. Bundan sinadi. Bobur aka, mana bu bomba narsamni ko'rdingizmi, ko'rmaysizmi aka? Mana qarang. Bunaqasi O'zbekistonda yo'q. Agar ko'rgan bo'lsangiz aytasiz, qarang. Buni oldingiz, eng asosiysi boshdan ushlaysiz, oxirigacha ko'tarib turasiz. Mana hech qanaqa qilmaydi, sinib ketmaydi. Sinib ketmaslik bitta mayli. Oldim aka, qarang. Men o'zim ko'rib maza qildim buni. Ko'rdingiz aka, bu bitta tema, ikkinchisi bor. Usti bemalol mana sakrasiz ham bor, sinmaydi. O'zi aka ko'pchilik negativ yozadi. O poki bo'lgandan keyin sinmasligi mumkin emas deydi. Ha, aka, agarda buni bunaqa ish yo'q turib, bundan sindirsangiz sinadi. Lekin buni unaqa joyda ishlatmaysiz-ku. Buni mana bu joyda ishlatasiz. Eng asosiysi usti baquvvat bo'lsa, ishlatgan payti sinib ketmasa, mustahkam bo'lsa bo'ldi. Xullas aka universal dekorda fasad bo'yicha yengillik qilib qo'ydim. Men o'zi fasadda ko'p chiqmayaptim Bobur aka. Ko'rsangiz agar to'pli pol, polistiren lombard ishlarni eklamoq otdim. Chunki bu temada juda ham odam ko'p bo'ldi-da, sifat masalasi bir xil bo'lib qoldi. Men endi zo'r narsa bilan kirmasam bozorga, zo'r narsa taklif qilmasam, odamlar universal dekor baribir biz sifatni qadrlashimizni va sifatga ko'proq e'tibor berishimiz ko'pchilik biladi. Mashina bilan kiraman. Endi bugundan boshlab Xudo xolasa fasad tiagalarni mashinaga zo'r sifatda klientlarning uyiga olib borib berib, ko'rsatib, odzivini olib sizga yetkazib boramiz. Siz prosta uzoqlashmang. Universal dekorga obuna bo'lgansiz aka. Bo'lganman. Aka siz hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lmasangiz kuzatayotgan bo'lsangiz, ko'rasiz, foydali, manfaatli, hoziroq obuna tugmasini bosib qo'ying. Videoga bitta like bosib qo'ying, ko'pchilik e'tiborsi.